Mana bu kadrlar Afrikada somondan qurilgan uylar, hech nima yo'q deb o'ylagan odamlar uchun. Hozir men Keniya davlatining poytaxti Nairobi shahriga keldim. Случайным образом Nairobining eng xavfli rayonlaridan biri CBD degan rayonga keldim. Xavfli deganda bu yerda o'g'rilar, karmanniklar va har xil odamlar ko'p. Hatto gidimiz, shofirimiz o'zi ham hayron, nimaga bu rayondan imminni bron qilganmiz mehmonxona. Hozir menga telefoningni yig'ishtir, tortib ketishi mumkin deyshadi. Nayrobida birinchi ko'zga tashlanadigan narsa bu обычный avtobus marshrutka. Butunlay grafiti qilingan marshrutkalar, bularning nomi Matatu. Juda chiroyli, juda dahshat bilan chizilgan avtobuslar bor. Keniya haqida bir ikkita faktlar. Keniyada 50 millionga yaqin odam yashaydi. Почти hammalari ingliz tilini yaxshi bilishadi. Keniyada qish yo'q, mavsumlar quruq yoki yomg'irli bo'lishi mumkin. Keniyaliklar juda mehmondo'st va salom berishni yaxshi ko'rishadi. Ularning salomi jambo. Hozir milliy taomlarni tatib ko'raman. Buni nomi cassava, bu o'simlik, o'simlikning ildizi. Просто ничего, как бы, просто губка. Теперь это. Угали как хлеб, тоже по вкусу ничего. Ну как будто вот ничего вкус. Какой-то губка, да? Пенопласт. Хлеб. Мне кажется, самое вкусное здесь будет рыба. Короче, вот такой домик. Спальнича. Даже телек есть. Стул. Унитаз, душ. Вот душ. Ну, норм. За 10 баксов. Do'stlar, hozir safari mashinamizni obzorini ko'rasiz. Land Cruiser Toyota 1990-yilda ochamiz. Mana bu udobstvolar bor. 3 ta ishlaydigan joy. Bu safari uchun juda важный narsa. Bu yerda suv turadi. Так, rul. Прикольный надписlar bor. Be nice to fat people. Fat deb uchirib qo'yganlar. Вдруг klientlar semiz bo'lsa, you might say you like. Вот. Аптечка. Anaqa gapcha bor, manaqa bor. Бесплатный safari старше 120 лет. Mana bu bor. Orqada 3 ta sijeniy, bagajda stol, stul. Tepada mana bu lyuk ochiladi, bagajga qo'yiladi. 2 ta zapaska. Rossiya gerbi. Gapcha ham zo'r ekan. Big 5 ham nakleykasi bor. Safarining birinchi kuni bizni Masai Mara qishloqchasiga olib borishyapti. Короче, yo'lda mana shu magazinga chiqadi. Suvenirlar magazini. И shunaqa qimmat hamma narsa. Magnitcha deysizmi, brelokmi, bu 100 mingdan, 80 mingdan. Agar konvertatsiya qilsak, 100 ming so'm bitta brelok narxi. Короче, бездорожьеdan yuribmiz. Yo'l yo'q. Настоящий safari bizda. Это бездорожье, конечно, ёп. Как будто zomindamiz lagerchaga. Keldik, mana bunaqa dеревняcha bor. Mazza. Короче, biz Masai Mara qishloqchasidamiz. Mana bu yerda keldik, lagerchasi bor. Lagerda
bunaqa удобстволар bor. Ikkita kровать. Отдельно. Yonta kровать. Salom. Так, унитаз, rakovina, dush. Katta joy ekan. Havosi mazza. Kam-kam yomg'ir yog'yapti. Mana kaktus. Ovqatlik, chiri, ris, kartoshka va mol go'shti. 4,5 soatda off-roadda бездорожьеdan keldik. Hamma joyimiz og'riyapti. Hozir ham Masai Maraga boryapmiz. Menimcha bizani gid o'sham menimcha Masai Maradan o'zlari. Salom Uzbekistan. Salom Uzbekistan. Salom Uzbekistan. Sopa Masai. Sopa. My friends. Olov yoqishi o'rgatyaptilar. Keniyada masaylarning ikki xili bor. Aytaylik, gordi masay, trushni masaylar. Bular sivilizatsiyadan uzoqda yashaydi. O'sha eski urf-odatlari asrab qolishgan. Lekin turizm uchun mumkin emas, juda xavfli hisoblanishadi. Turistik masaylar ham bor. Ular esa safari bog'larga yaqin yashashadi, raqslar ko'rsatishadi, suvenirlar sotishadi va suratga tushishga rozi bo'lishadi. Lekin ularning yashash tarzi ham ko'p o'zgarmagan. Sivilizatsiyadan bir ikkita kerakli narsalar olishgan. Masalan, idish-tovoq, tog'ora, mog'ora, telefon, mo'rdek. Yashash tarzi lekin shunaqa. Hello. Короче, biz maktabga keldik. Maktabda bolalar o'ynayapti. Qishloq maktabida bu. Hello. Hello, say. Hello. Kenyani qishloqchasida yuribmiz. Qaysi qishloqchasi? Havo mazza. Ikkinchi kun safariga chiqdik. Hozir har xil hayvonlarni ko'ramiz. Safari. Zebralar bor. Hello. Короче, mana bu sosiska daraxti. Mevalari sosiska simon. Ularni pivo ishlatishadi, Masai qabilalari. Safarida yo'llar yomon. Mana shunaqa tiqib qolishi mumkin mashina. Hamma turibdi.
Thank you. Thank you so much. Yonimizda turibdi. Yonam mashina. Sitting up there. The bands, The bands around the body. That's where they get the name band. That is bracket. And then these are the battle and cat. There's one thing. Normal. This is not normal. This is a bachelor. So what happens is that if they it's a male advocacy. It's a male chicken. Savannani o'rtasida bitta daraxt turibdi. Daraxt. Shuni tagida hozir ovqatlanamiz. Yonimizda turibdi. Mana bu Shu hayvonlarni ko'rsatib, safari atmosferasini salgina bo'lsa ham sizga yetkazib bermoqchi edim. Umid qilamanki, sizga ham yoqdi. Hozir esa qishloqchaga qaytyapmiz. Hozir salondamiz. Sochimni dread qilamiz. Bunday kichkina salonni ahvoliga qarang. Keyin Ni wapi ni supu? Uchinchi kun Nayvasha ko'liga yo'l oldik. Bu yer ham juda chiroyli joy. Hozir biz Nayvasha ko'liga keldik. Bu yerda lodkada katacha qilamiz. Orqada mana git. Juda chiroyli joylar, o'lik daraxtlar orqada. Hammasi o'lgan daraxt. Ko'rinishi bir ham strashni, lekin juda chiroyli. Suv ko'pligi uchun hammasi o'lgan. Lekin juda chiroyli uylik beryapti, конечно. Zebralar o'zini rangi qora, oq, bu qora oq, oq qora emas, qora oq, короче. ana bu impala. Bu impalani keniyaliklar McDonald deb atashadi, chunki ko'tida M degan logotipcha bor. Tak, mana bu daraxtlar jiraf yeydi. Agar shu daraxtlarni ko'p yevorsa, ko'p yesa, daraxtni barglari mazasi achchiq bo'lar ekan.
Keyin bu daraxtni jiraf yemaydi, boshqa joyga boradi. Shuning uchun jiraf yuradi shunday. U yerda jiraf turibdi. Do'stlar, Keniyada odamlar juda sovg'alarni yaxshi ko'rishar ekan. Shunga men ham tayyorlanib, o'zimizni gidga, shofirga sovg'alar olib keldim. Albatta bu charm mahsulotlari, Levor o'zimni mahsulotlarim, o'zimni brendim. Juda sifatli, hammaga rekomendatsiya sotib olganlar. Podдержка uchun rahmat, albatta. From natural leather of cow. Короче, William aka juda xursand bo'ldilar. O'zim tikdim deyapman bu yerda. Qo'liga ham braslet sovg'a qildim. Brasletda The Boss degan natpis. Juda chiroyli u ham. Sotib olinglar. Need the boost now? And this wallet. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Sayohatimizni oxirgi kuni poyezdda 4 soatda Mombasa shahriga yetib keldik. Keniyada ham tuk-tuklar bor ekan. Juda zo'r transport shahar uchun tuk-tuk. Mombasa shahriga o'zi nima uchun keladilar? Mana shunaqa vid uchun. Hind okeani. Chiroyli. Plyaj. Ob-havo. Mana bizning kichik sayohatchamiz ham shu yerda tugayapti. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like kutib qolaman. Sayohat qiling ko'proq do'stlar.